Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz milklarning qonashining sabablari va ularning oldini olish haqida bo'lib o'tadi. Birinchi navbatda biz bularni bilishimizdan oldin milkning qonashiga nimalar sabab bo'ladi, shular haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Xo'sh, o'zi milklarning qonashi bilamizki, barchamizda tishlarimizni yuvayotganda yoki bo'lmasa boshqa o'zidan o'zi nimadir iste'mol qilayotganimizga birdaniga milklarning qonashi bilan bizda qisman bo'lsa noqulaylik keltirib chiqaradi. Birinchi navbatda milklarning qonashiga sabab bo'luvchi eng asosiy omillar bular o'sha milklarning gingivit kasalligi, ya'ni milkning yallig'lanish kasalligi bo'lib hisoblanadi. Bu milkning yallig'lanish kasalligi odatda ko'pincha paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi omil o'sha asosan milklarning shamollatib qo'yishimiz, ya'ni ko'proq sovuq narsalar iste'mol qilganda yoki bo'lmasa boshqa o'sha tishlarga qanaqadir plomba ashyolarni tishlarga qilish natijasida qisman botish milklarga tegib qoladi va buning natijasida ham o'sha milk kasalligi, ya'ni gingivit rivojlanadi. Bu gingivitning kelib chiqishiga sabab bo'luvchi bir necha omil edi. Ikkinchisi esa bu noto'g'ri tish yuvish yoki bo'lmasa qattiq tish cho'tkasidan foydalanish bo'lib hisoblanadi. To'g'ri, aslida qattiq tish cho'tkasi tishlarni juda yaxshi tozalovchi tish cho'tka bo'lib hisoblanadi, lekin ularni uzoq muddat ishlatish o'sha milklarning qonash kasalligiga doimiy ravishda olib kelishi mumkin. Keyingisi esa noto'g'ri yuvish. To'g'ri tish yuvish qonun qoidalarini bilmagan holda o'z boshimchalik bilan beixtiyotsizlik natijasida ham tishlarni yuvish bu milklarning qonashiga sabab bo'luvchi omil bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa tish toshlari. Ya'ni bilamizki, tish toshlari tishlarning asosan ostki qismida yig'iluvchi juda ham nima desa bo'ladi, insonga noqulaylik tug'diruvchi begona jism sifatida tasavvur qilsak bo'ladi bu narsani. Buning natijasida og'izdan badbo'y hid kelishi, milklarning cho'kishi, ya'ni suyaklarning deformatsiyaga uchrashi natijasida tishlarning o'z-o'zidan qimillab qolishi kabi bir necha xil salbiy omillar yuzaga kelib chiqadi. Bularning natijasida milk yallig'lashi, ya'ni milklarning qonashi yuzaga keladi. Sababi tish toshlari yig'ila boshlagandan so'ng bular o'sha milkka ta'sir qiladi va buning natijasida milk qonashini sabab bo'luvchi omil sifatida paydo bo'ladi. Ikkinchisi esa vitamin C yetishmovchiligi, ya'ni askorbin kislota yetishmovchiligi natijasida ham milklarning qonash kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni ko'pincha shu tabiiy mevalar iste'mol qilishni kamaytirib yuborganimizda milklar o'z-o'zidan qonash kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni o'sha vitamin C, ya'ni askorbin kislota bizlarning milklarimiz mustahkamligini oshirib, ularning qonashini oldini oluvchi eng yaxshi vitamin bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa gormonal o'zgarish, ya'ni asosan balog'atga yetuvchi yoshlarda yoki bo'lmasa kattalarda, ya'ni asosan kuzatilish kerak bo'ladi. Homilador ayollarda milklarning qonashi kabi kasalliklar juda ham ko'p kuzatiladi. Ya'ni balog'at yoshida hamda homiladorlik davrida o'sha organizmda moddalar almashinuvida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Buning natijasida esa bularning ta'siri albatta milklarda sezilmasdan qolmaydi va bunaqa davrda milklarda qonash, og'izdan o'sha badbo'y hid kelishi yoki bo'lmasa milklarning doimiy ravishda qizarib yurishi kabi noqulay vaziyatlar vujudga keladi. Va so'nggisi esa travma natijasida. Ya'ni travma nima degani? Og'iz bo'shlig'ida biz iste'mol qilayotgan narsalarimiz, ya'ni bironta qattiq narsani iste'mol qilishimiz natijasida beixtiyor ular milklarimizga zarar keltirib qo'yadi va buning natijasida milklarimiz qonab qoladi. Yoki bo'lmasa tish iplaridan noto'g'ri foydalanish, ya'ni tishlarning orasida nimadir tiqilib qolgan vaqtda u narsani bizlar oddiy iplar bilan olib tashlashga harakat qilamiz va buning natijasida milklarga zarar keltirib qo'yamiz va ularning qonashiga sababchi bo'lib qolamiz. Xo'p, bular o'sha hozir sanab o'tilganlarimiz bular milklarning qonashiga sabab bo'luvchi omillar edi. Endi esa ularning davolash va qonashini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak, shular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda bu aytganimizdek gingivit, ya'ni milkning yallig'lanish kasalligini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha og'iz bo'shlig'idagi zarar beruvchi omillar, ya'ni o'sha bu aytganimizdek plomba nuqsonlari, agar plomba natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, plombalarni bartaraf etishimiz kerak yoki bo'lmasa boshqa tish toshlari yoki shunga o'xshash narsalardan paydo bo'lish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha ta'sir qiluvchi omillarni biza bartaraf etish natijasida milk qonash kasalligini oldini olgan bo'lamiz. Bu gingivit kasalligida edi. Ikkinchisi esa tishni noto'g'ri yuvish yoki qattiq shotka ishlatish. Buning natijasini davolashimiz uchun biz asosan o'sha shifokor bilan maslahat qilgan holda
tishni to'g'ri yuvish qonun qoidalarini o'rganib olishimiz va keyingisi esa to'g'ri tish shotkasini tanlab bilishimiz kerak. Ya'ni agar milklarda qonash haddan tashqari ko'p qonayotgan bo'lsa, birinchi navbatda dastlab biz yumshoq tish shotkasidan foydalanishimiz kerak. Bu o'sha dastlab milklarga ko'p zarar yetkazmasdan sekin tishlarni tozalashga yordam beradi. Keyinchalik esa boshqa, ya'ni o'rtacha qattiqlikdagi tish shotkalardan foydalanish eng maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Xo'p, keyingisi esa tish toshlari. Ya'ni tish toshlaridan hosil bo'luvchi milk qonashini oldini olishimiz uchun esa sababchi bo'luvchi eng asosiy omil bu tish toshi bo'lib hisoblanadi. Tish toshini biz tozalab tashlashimiz natijasida va undan so'ng milklarga lecheniya, ya'ni milklarni davolash, vitamin terapiya yoki bo'lmasa boshqa ichish uchun qo'shimcha dori vositalarini tavsiya etishimiz natijasida tish toshlari natijasida vujudga kelgan milk qonashini bartaraf etsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi vitamin C yetishmovchiligi, ya'ni askorbin kislota yetishmovchiligi natijasida vujudga kelgan bo'lsa, bunda biz ko'proq bemorlarga ko'proq vitamin C ga boy mahsulotlar, ya'ni sitrus mevalar, mandarin, limon yoki bo'lmasa shunga o'xshash tabiiy meva mahsulotlarini iste'mol qilishga buyuramiz va bular esa organizmga tabiiy C vitamini bo'lib, ular organizmga tushgan zahotiyoq bir necha kunda o'z ta'sirini ko'rsatadi va o'sha milklarning qonashini oldini olgan bo'ladi. Yana shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Vitamin C yetishmovchiligi natijasida vujudga keladigan milk kasalligi bu singa kasalligi deb ataladi. Ya'ni singa kasalligi o'sha siz vitamin C yoki shunga o'xshash sitrus mevalarni kam iste'mol qilsangiz milklaringizda qonash kasalligi yuzaga keladi va bu kasallik singa deb ataladi. Faqat bu vitamin C yetishmovchiligi natijasida vujudga keladigan kasallikda shunaqa nom bilan ataladi. Keyingisi gormonal o'zgarish. Bu aytganimizdek bolalarda va homilador ayollarda bo'layotgan bo'lsa, bular ya'ni o'sha gormonal o'zgarish tugagandan so'ng yana milklar o'zining holatiga qaytib ketadi. Bunaqa davrda faqat e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa og'iz gigiyenasi va tishlarni tozalashga e'tibor bersakkina ya'ni bunaqa holatda ortiqcha narsani biz qo'llashimiz shart emas. Ya'ni gormonal o'zgarish o'tib ketgandan so'ng, balog'at yoshidan o'tib olgan yoki biz homiladorlik davri tugagandan so'ng bu narsa o'z joyiga tushib ketadi va so'nggisi esa travmalar natijasida, ya'ni qattiq ovqat yoki bo'lmasa boyagi tish iplaridan noto'g'ri foydalanish natijasida vujudga kelgan aytgan edik. Xo'sh, birinchisi qattiq ovqatlar natijasida milklarga shikastlanish yetgan taqdirda biz o'sha shikastlangan sohada ko'proq ketoplastik vositalar, ya'ni bu o'sha bodom yog'i yoki bo'lmasa ablipexli maslalarni qo'llash yordamida bu narsani bartaraf etsak bo'ladi. Keyingisi iplardan noto'g'ri foydalanish natijasida biz milklarga zarar yetkazgan bo'lsak, o'sha zahotiyoq u ipdan foydalanishni to'xtatamiz va bu aytganimizdek ketoplastik vositalar, ablipexli maslar yoki shunga o'xshash boshqa dorixonalarda sotiluvchi milklarga foydasi tegadigan tabiiy imkon boricha yog'lardan foydalansak, milklarimizni qonashini oldini olgan bo'lamiz. Bu sanab o'tganlarimiz, ya'ni har bitta o'zini nima desa bo'ladi, kasalligi bo'yicha milk qonashini oldini olish edi. Umumiy holatda milk qonashini oldini olish haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda og'iz gigiyenasiga juda ham yaxshi e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida hech qanaqa chirigan yo'q bo'lmasa ustki qismi kasallangan yemilib ketgan tishlarning ildizlari bo'lmasligi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa hech qanaqa tishlarning qirralari zarar yetkazmasligi kerak o'sha milklarga. Keyingisi esa bu aytganimizdek plombalar hech qanaqa noqulaylik tug'dirmasligi kerak. Keyingisi esa tish toshlariga doimiy ravishda e'tiborli bo'lishimiz, ya'ni bularning yig'ilishidan oldini olishimiz kerak. Buning uchun esa har 6 oyda stomatolog ko'rigiga borib turish eng yaxshi maqbul rejim bo'lib hisoblanadi. Doimiy ravishda esa og'iz bo'shlig'ini turli xil furatsiyaning yoki bo'lmasa xlorgeksidin eritmalarini chayib yurish esa milklarning holatini juda ham yaxshi saqlashga yordam beradi. Keyin imkon boricha og'iz gigiyenasiga foydalanishda imkon boricha milklarning holatiga qarab tish shotkasi yoki bo'lmasa tish pastalarini tanlash tavsiya etiladi. Ya'ni nima uchun? Hamma odamda milklarning holati har xil bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar biz tish pastasi yoki shotka tanlaganimizda o'zimizdan kelib chiqqan holda yoki bo'lmasa o'sha narsani tanlashimizdan oldin shifokor maslahatini olgan holda bu narsani o'zimiz uchun qabul qilsak, eng yaxshi, maqbul va to'g'ri tanlov qilgan bo'lamiz. Ikkinchisi esa doimiy ravishda o'sha og'iz bo'shlig'i yoki bo'lmasa organizm uchun kerak bo'ladigan vitaminlarni iste'mol qilib yurishimiz kerak.
Bu ham o'z navbatida nafaqat milklarimiz uchun, balki butun organizmimiz uchun eng yaxshi va organizm faoliyatini normal ishlash uchun kerak bo'ladigan vitaminlar balansini to'ldirishga yordam beradi. Agar sizda milk qonashi bir haftagacha davom etadigan bo'lsa, ya'ni uy sharoitida siz quyidagilarni, ya'ni uy sharoitida davolashni amalga oshirgan taqdiringizda hech qanaqa milk qonashi bartaraf, ya'ni davola olmasangiz, bir haftadan so'ng shifokor ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Sababi milk qonash kasalligi uzoq davom etish natijasida boshqa salbiy kasalliklar, ya'ni qo'shimcha kasalliklarni chaqirishi bo'yicha davolash muddatini juda ham uzoq cho'zib yuborish mumkin. Shuning uchun agar milkingiz 4 kun, 5 kun yoki maksimum bir hafta qonishda davom etadi va siz buni yaxshi qila olmasangiz, imkon boricha shifokorga huzuriga borib, u bilan maslahat qilishingiz eng yaxshi to'g'ri tanlov bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun imkon qadar sizning chiroyingiz va husningizga ko'rik bag'ishlaydigan tishlar va milklaringizni doimo parvarish qilishda juda ham ehtiyotkorona munosabatda bo'ling.